Hurmat. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. O'tiringlar bolajonlar. Malades bo'larkan mana. Xo'p, endi bir yo'qlama qilib olaylik bolalar. Barselona kelganmi? Yaxshi. Arsenal. Shu yerdaman. Ha, yaxshi. Manchester City bormi? Ha, domla, Manchester Cityda o'zi chiqarib yubordi o'tgan safar. Ha, yo'q-e. Ha, bu xotira chataqda endi chiqarib yuborgan bo'lsam, yo'q bo'lsa o'chirib qo'yamiz ro'yxatda bo'lsam, yana yilga yozamiz-da endi ro'yxatga uni. Ha, bo'ldi. Borussia Dortmund. Sizlarni 40 minutda hal qilganmiz, esinglardami? Inter. Voh, sen kubikka Inter bo'la. Bavariya degani bormi? Men domla. Bavariya, Barsa bilan avariya olib ketmagan yana. Xo'p, Atletico Madrid degani kelganmi? Domla, uni ham kecha o'zi chiqarib yubordi-ku. Ha, yo'q-e. Aytyapman-ku xotira pishdi deb. Men o'zi rosa ko'pchilik chiqarib yuborganman. Eslatmasanglar kerak. Senlarda ham chiqarib yuborganman bir paytlar o'zim. Ana domla, Atleticoga kecha nohaqlik bo'ldi deyapti ko'pchilik. Nimasi nohaqlik? Atleticoga ikkita savol berdim. Ikkalasini ham xato qildi. Ikkita xato qilgandan keyin chiqarib yuboraman-da. Ertaga senga ham savol beraman. Sen ham xato qilsang, seni ham chiqarib yuboraman. Ha, domla, savollaringizga tayyorlanib qo'yganman. Assalomu alaykum ustoz. Kirsam mumkinmi? Ye? Liverpool? Mo'saylarda o'shanlaringmi? Sen qaysi beting bilan kelyapsan yana darsga? Ha, yaqinda mana PSG uyingga borib, eshiging tagida og'zi burning qon qilib urib keldi-yu. Uyatmagan, qara. Sumkam qolib ketdi, o'shaning keladi. PSG so'mkasini berib yubor. Assalomu alaykum. Mumkinmi? Va alaykum assalom. Kimsan sen? Men Aston Villaman. Aston Villa? Qani formang? Ya domla formada kelish kerakmi? Ha? Meni darsimga birinchi kelishingmi? Ha, domla. Sen birinchidan darsga formasiz kelyapsan, ikkinchidan kech qolib kelyapsan. Uyingdan chiqayotganingda ota-ona mana shu farzandimiz darsga mana ertaga yaxshi o'qib, yaxshi harakat qilib kubik olgani ketyapti deb yaxshi niyatlarda jo'natyapti. Shu ishonchini oqlab qo'yish kerak shularni. O'zi bitta kubiga bor, dars o'tishi yo'q emikin. Nima? Sendachi? Ikkitami? Ha? Ikkitami senda? Ha? Nechta senda? Yo'q, domla. Ikkitami? Yo'q. Bora qol, darsga formang bilan kel. Hayda, qo'ylar. Xo'p, bolajonlar, bugungi darsimiz Chempionlar Ligasi kubigini qanday qilib olsa bo'ladi degan mavzu. Mana ko'rib turibsizlar, Chempionlar Ligasining kubiga, mana bu 16 qilib yozib qo'yibdi kimdir hazlashib. Balki bu rost bo'lishi ham mumkin endi. Avvalo bunga erishish oson emas, men sizlarga aytsam. Bavariya Inter. Bu nima qilib? Men mana yerda sizlarga kubikni qanaqa qilib olsa bo'ladi deb tushuntirib dars o'tyapman. Sizlar telefon o'ynab o'tiribsizlar. Menga nima keragi bor, ha? Uyimda 15 ta bor bash kubikdan menda. Menga vaqti kerak emas. Men oyligimni olib, darsim o'tib chiqib ketaveraman. Emas, ertaga bitta kubik olgandan keyin to'rttadan ko'tarib kelmaysan, kasal bo'lsan. Ustoz. 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 Hey, ustoz. Necha marta ustoz deb javob bermayapsiz. Buni qarasiz, ustoz. Bilmadim, senlar ustoz desam yomon bir kayf qilib yuboryapman. Yana bir marta ayt. Ustoz. Voy.